mazmunli harflar, ya'ni O harfi juda ham chiroyli chiqishi uchun minorlardada sizlarga hozir bitta ovoz mashqini ko'rsataman. Va ahamiyat bersangiz, ritm ozgina boshqacha bo'ladi. Ahamiyat bersangiz, men og'zimni, ya'ni artikulatsiyani O qilib trafaret ushlab O harfini chiqarishga harakat qilyapman. Endi esa men bilan birga va o'zinglar. Video reelslarimiz ma'qul kelsa-da, eslab qolish uchun tugmani bosing va like, kommentariy qoldirishni unutmang.